Amir Temur o'zbek bo'lgan. Biza sanam, manam, odamlar ham, mana biz bilgan mamlakatlar ham hammasi o'sha davni hech kim qolmagan. Hamma o'lib bo'lgan o'zi. Просто kimnidir xayolida biza tamom. Tushunyapsanmi sen? To'g'ri. Bo'lib o'tgan voqealar o'zi hammasi. To'g'ri. Kimnidir xayoli, kimnidir obrazida. Ustoz, Da, bitta narsa yuraydan aytaymi? qani. Onasini emsin 20 yil yosharganday bo'ldim. 20 yil orqaga qaytganday bo'ldim. 20 yil yosharganday bo'ldim. Ishon. Onasini emsin xuddi kak endi maktabni bitirgan kollej davrlarimga qaytganday bo'ldim hozir. Ha. Yaxshi. Yosharib yana yo'q qolmang yana. Yosharmang, ko'p ham yosharmang, bo'ladi. Bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat podдержкаң uchun. Men o'yladim, Maddishga dindan. burgutcha tepak ko'tilgan pastaklar ko'z ko'rmadi deb o'ylagan edim. Men senga bitta narsa aytaymi? Sen unib o'stirgan, parvarish qilgan, tagiga suv qo'yib, tepadan quyosh chiqqanda pana qilgan, yomg'ir yoqqanda pana qilgan, katta qilgan niholing bo'laman men. Men hech qachon senga bilad soya bo'lsam bo'laman quyoshdan to'sib. Yomg'irdan to'sib qandaydir pana qilsam qilaman, hech qachon senga qarab o'smayman. Seni hech qachon men yomonlik qilmayman, do'stim. Ana u Bizni buyuk ishlar kutyapti. Gapimni eshit. Inshaalloh Xudo xohlasa, bugungi kechga O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da TikTokda butun dunyoni lahzaga keltirayotgan battle qilamiz. Lekin bitta narsa senda bor oldindan, ozgina qorning to'ysa, menga qarab sakrab sapchi boshlaysan, iltimos. Nima desang roziman, faqat meni unday yana yarim yo'lda tashlab ketma. Yarim. Sen tashlagan emasmi? O'sha payt ko'p tomondan bizga har tomondan hujumlar bo'ldi. Sen joningiz saqlab qolish maqsadida to'g'risi men chekina boshladim, chunki kamonimga o'q tegagan edi. O'rmon tomon kirib ketdim.